Mana kecha muolajani boshladik. Yangi texnologiya bo'yicha davolaydi ekan. Mana ko'zimizda yaxshi lecheniya qildi. Mana ko'zimizga birinchi ukol qildi Chabiyana. Bugun effekti yaxshi sezildi o'zi bir kunda. Mana ikkinchi ko'zimizga ham lecheniya qilishga kelib o'tiribmiz. Xudo xolasa yaxshi hamma sharoitlari kelib ko'rdik. Vrachlari juda muomalasi yaxshi, sharoitlari yaxshi, texnologiyalar juda zo'r ekan. Toshkentdan qolishmaydi. Mana shu yerda Maqsudova tashkil qilgan ekan. Xudoyim shu baraka topsin. Shu topgan tuqqanlari yaxshi kunlarini nasib qilsin. Agar sizlarda ham shunday bir xohish bo'lsa, kelib shu yerda davolanishni tavsiya qilaman. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar. Aslida og'riman. Yaxshi kunlarda hammamiz uchrashishni nasib etsin.